Assalomu alaykum, hurmatli Og'daryo tuman fuqarolari. Men Og'daryo tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Qodirov Isomiddin bo'laman. Bugungi briefingimiz bo'yicha qisqacha gaz ta'minoti bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Biz Og'daryo tumanida aholi va ijtimoiy soha obyektlarini gaz bilan ta'minlash bizning maqsadimiz. Shunda Og'daryo tumanida suyultirilgan va tabiiy gaz bilan 43.106 dona xonadonni ta'minlab kelmoqdamiz. Shundan tabiiy gaz bilan 14.788 ta xonadonni tabiiy gaz bilan ta'minlaymiz. 28.318 ta xonadonni suyultirilgan gaz mahsulotlari bilan ta'minlaymiz. Tabiiy gaz bilan ta'minlanayotgan 14.788 ta xonadondan 1.692 tasi ko'p qavatli uylarda. 176 ta xonadon, 176 ta ulgurji iste'molchi ham tabiiy gaz bilan ta'minlanadi. Tabiiy gaz bilan ta'minlash, aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash uchun 501 kilometr gaz quvurlaridan foydalanamiz. 57 kilometr gaz quvuri yuqori bosimli, 101 kilometr o'rta bosimli, 341 kilometr past bosimli gaz quvurlari orqali aholiga tabiiy gaz yetkazib beramiz. Shundan 408 dona gaz taqsimlash qutilari bor. 87 dona gaz taqsimlash quti yuqori bosimli, 321 donasi o'rta bosimli gaz taqsimlash qutilari bor. Bu yil 25-yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun reja qilib belgilab olinganmiz. Gaz quvurlarini havo bosimi orqali zichlikka sinash va gaz quvurlarini tozalash bo'yicha 42 kilometr gaz quvurini ta'mirlashimiz kerak. Shundan hozir shu bugungi kungacha 27 kilometr amalga oshirildi. Yerosti gaz quvurlarini pribor orqali sinash 88 kilometr bo'lib, shundan 14 kilometri pribor yordamida tekshirib ko'rildi. Gaz quvurlarini bo'yoqlash rejasi 14 kilometr berilgan bo'lib, hozir 1 kilometr atrofida bo'yoqlandi. 3 dona yuqori bosimli gerbimiz rekonstruksiya qilishimiz kerak. Hozir shu bugungacha 1 dona rekonstruksiya qildik. 408 dona gerbini hammasi 100% taftishdan o'tkaziladi. Suyultirilgan gaz mahsuloti bilan ta'minlash biz Og'daryo GMP va Samarqand GNES orqali aholini suyultirilgan mahsulotlari bilan yetkazib beramiz. Bu yilgi birinchi chorakda rejamiz 1263 tonna reja belgilangan edi. Biz 1263 tonna reja belgilangan edi. 1338 tonna suyultirilgan mahsulotlarni olib aholiga yetkazib berdik. Rejaga nisbatan 75 tonna ortig'i bilan. 28.318 dona xonadonda suyultirilgan gaz mahsuloti yetkazib beryapmiz. 6 dona Isuzu avtomashinasi xizmat ko'rsatyapti. 40-45 kun oralig'ida mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. 1600 ta maishiy gaz ballonlar ta'mirlandi va havo bosimida zichlikka sinaldi.